Assalomu alaykum Chorva Toshkent kanali a'zolari, chorvador aka-ukalarimiz. Bugungi sanamiz 6-may 2025-yil. Toshkent tumani Uchqahramon eski Sho'romol bozori ko'chasidan sizlarga naslli 3 bosh g'unachilarni ko'rsatib berish uchun xudo xolasa harakat qilamiz. Kanalga a'zo bo'lmaganlar podpiska qilib, like tugmasini bosib qo'yishni esdan chiqarmaysizlar akalar. Mana shu naslli shu sutdan chiqqan, ovqatga kirgan yaxshi o'zimizni zotlardan yoki sementallardan olib qochirib o'zim sigir qilib olaman deb qidirayotgan aka-ukalarimiz uchun xudo xolasa yaxshi sifatli video bo'ladi degan umidda xudo xolasa videoni boshladik. Mana birinchida ko'rsatib o'tadigan molimiz akalar. Hop, o'zimizning eski местный porodalardan. Bu привозной, o'tdan kelgan, bu yerdan kelgan narsa emas akalar. Bu mollarni maqtab, undoq qilib ortiqcha gapirish yo'q. Mollarni bitta o'zini holatini ko'rsatib beraman, narxini aytib o'tib ketaman. Narxi sifati ma'qul kelib qolsa, aloqaga chiqib savdosini qilib olishingiz mumkin akalar. Xudo xolisa chiroyli qilib obzor qilib berishga harakat qilaman. Mana shu g'unajinimiz bitta akalar ostiga baho berasizlar. Bu g'unajinimiz akalar zagonda yurgan, arqonga endi tushdi. O'shaning uchun ozgina bezovta bo'lib turibdi. Mana jonivor. Bu onasining yonida zagonda yurgani uchun hali arqonga tushmagan ekan. Bizga endi yaqinda arqonga tushdi. Bitta yiliniga ahamiyat berasiz akalar mollar. Hozir ko'rsatib berishga harakat qilaman mana akalar. Molli yilini. Orqa zapaskalari mana bu yoq tomondan hop ko'rinishi. Sut tomirlariga ahamiyat berasizlar. Hop, jonivor. Mana zapaskalari. Haqiqiy sut yo'nalishini moli. Bo'yiga keladigan bo'lsa, 1.15 mo'ljalni qurasizlar, 1.10 dan baland. Adashmasam 1.20 chiqmasa kerak. Mana kallalari. Ranglar buni biz cho'miltirmaganmiz, o'zi shunaqa. Tonlari mana. Faqat qashlab ozgina qashlangan, ranglari tiniq, xudo xolasa. Narxini aytib o'tib ketaman. Narxi 13,5 million so'm kami bor. Mana jonivor akalar. Hali buzoligini o'zidan ostlari o'tkir. Narxi 13,500,000 aytilayotgan narxi ichida o'zimizga yaqinroq shu Toshkent atrofidagi aka-ukalarimizga dastavka xizmatini ham qilib beramiz. Zororlarga, vodiy vohalarga kelishiladi. 13,5 million so'm ozgina xayri bor. Mana akalar, Telegram orqali yozsanglar, alohida videoga olib ham tashlab berishim mumkin. Xudo xolisa hadimiy sigir bo'lib qoladi jonivor. Mana katta sutli sigiri borlar akalar, bu yerda jaydar mollar yo'q. Hammasi naslli mollar. Jonivor. 13,500,000. Hop. Keyingi ko'rsatib o'tadigan molimiz Galishten Daniya, Nemetskiy. Endi buni nemis, Galishten emas deb yo'narsani gapirmasdan borini aytamiz. Shu Galishten Daniya. Mana hozir buni kattaroq varianti akalar, mana shu bizda turibdi, hozir bo'g'oz bu. Jonivor. Ozgina endi sutlari yomon bo'yatibdi. Mana shu Galishten Daniya, hali 2 kurak bo'lmagan bo'g'oz. Xudo xolasa mana bu mollar ham qochib bo'g'oz bo'ladigan bo'lsa, shunaqa o'sib katta yirik bo'lib shularni bo'yiga yetib oladi. Hop, tug'ilgan cheslalarigacha ham bor. Hop, 2024-yil 9-oy 29-cheslada qochgan ekan. O'shanda adashmasam 8 oylik atrofida bo'lyapti. Etlari zo'r, 100% ovqatga kirgan. Buni ham bitta yillarga ahamiyat berasizlar. Akalar, zapaskalari, jonivori alohida xolisa qochib sigir bo'ladigan bo'lsa ham sutni to'kadigan variantlardan bo'ladi. Xo'p, bitta aybi akalar, buni fermada bu g'unaj buzoqlarning hammasi pashti 90% dumini mana shunaqa kaltalatib qo'yishar ekan. Yaqinda ham mashina sheriklari, kichkinalari kelgan edi, ularning ham dumlari kaltalatilgan edi. Buni hech qanaqa molga xudo xolisa ziyoni yo'q. Bu aybi bir kasal bo'lgani uchun dumi kesilmagan. Именно официальный agar menga ko'rsatib ber sheriklarini ham desanglar, menda to'liq videolari bor. Sheriklarini ham ko'rsatib berishimiz mumkin. Mana akalar, molni maqtab u demaymiz. Mana o'zi holatini ko'rasizlar. Mana kindiklari, molli kindigi ostlariga bitta ahamiyat berasizlar. O'zi shunga akalarimiz o'zligi tushunishadi mana. Molli ostlariga bitta ahamiyat bersanglar, xudo xolisa haqiqiy sigir bo'laman degan molimiz bu. Jonivor. Bu ham arqonga tushmagan, kech arqonga boylandi. Mana
kecha arqonga tushgan, o'shaning uchun ozgina bu yoqqa bezovta bo'lyapti. Terisi yupqa mana, haqiqiy sutli mol mana. Kallalari hech qatida po'tir yo'q, bir narsalar yo'q. Sog'lom mol. Mana akalar. Hozir narxini aytib o'tib ketaman. 13,5 million so'm kami bor. Buniki ham. Akalar, bu yerda mana 1, 2, 3 tomonimiz ham mana shu bir haftaning ichida endi arqonga tushgan mollar. Arqonga boylanib, endi bizga ovqatga tushyapti. Hozir ham ishtahalari zo'r, hech qanaqa muammosiz. Hozirgi kunda shu selyoz, kepe, bedalanib, bezatkaz, xudo xolasa yeyishyapti. Endi arqonga tushgan mol juda unaqa o'pirib yubormaydi, lekin sekin-sekin arqonga boylangani uchun ovqatga tushiryapmiz, lekin hammasini ishtahalari zo'r jonivorlarni. Xudo xolasa 13,5 million so'mdan kami bor. Xo'p, bu yerda mana semental paroda g'unajinimiz. Molni uzunligiga ham bitta ahamiyat berasizlar. Xo'p, bo'yiga keladigan bo'lsa, 1.10 dan balandroq, shu 1.15 lar atrofida bo'lsa kerak. Adashmasam, чистый австрийский semental, mana kel jonivor. Xo'p, buni oyini bilmayman-ku, taxminan shu bir 5 oylik atrofida bo'lsa kerak. Jonivor kel. 100% ovqatga o'tgan, bular sutdan chiqqan o'sha. Mana kallalariga ahamiyat berasizlar. Xo'p. Kelib bu tozasimi yoki gibrid bo'lmaganmi deydigan aka-ukalarimiz uchun kelib tekshirib, qonigacha tekshirib ko'rib olishingiz mumkin. Hech qanaqa gibrid emas. Toza 100% lik avstriyskiy semental. Xo'p, narxini ham aytib o'taman akalar, narxi arzon emas. Mabodo narxi sifati ma'qul kelib qolsa, telefonga aloqaga chiqasizlar. Har xil ortiqcha negativ fikrlar shart emas. To'g'ri kelsa olinadi, bo'lmasa yo'q. Narxi 21 million so'm kami bor. Narxi 21 million kami bor. Bu yerda yaqinda bundan kattaroqlari, sutemdalari ham bor edi. Hammasini sotib egalariga topshirdik. Hammasini ham YouTube'ga chiqarishga uspet qilganimiz yo'q. Nobodoga xudo xolisa qo'ldan kelsa zakazga qilib berishga harakat qilamiz, lekin 100% original tozasidan. Endi sementalni ko'ryapsizlar, hamma yo'qda ham arzon bo'layotgani yo'q. Qo'ldan kelgancha kelishtirib berishga harakat qilaman. Narxi